bor. Insulinni pasaytiradigan, gormonal narusheniyaga to'g'rilaydigan o'zini diyetasi bor. Uni diyetasiga amal qilish kerak bo'ladi. Va undan tashqari o'zini yeydigan mahsulotlari bor. Aynan mahsulotlar insulin darajasini, o'sha qonda qand darajasini pasaytirib turadigan, stabil ushlaydigan, imkon qadar ko'tarib olmaydigan mahsulotlar bilan ovqatlanish kerak bo'ladi. U sizlar bilganingizcha chiya urug'i, zig'ir urug'i, limonli suv, qalampir munchoq suv, bular hammasi shunchaki aldov. Ular hech qanaqa sizlarni ozdirmaydi ham, hech narsa qilmaydi. Insulinni ham pasaytirmaydi u narsalar. Insulinni o'zini yeyiladigan mahsulotlar, masalan, insulin tushirishda yordam beradigan o'zini mahsulotlari bor va o'zini ovqatlanish diyetasi, ya'ni pitaniyasi bor. Aynan o'sha narsaga amal qilsanglargina insulin pasayadi va sizlar ozishni boshlaysizlar. Aynan mana shu narsaga amal qilmaydigan bo'lsanglar, unaqada ozmaysizlar, qizlar. Shuning uchun sizlarga aytaman, ozish uchun diyetolog kerak desam, ko'pchilik o'ylaydi, diyetolog nimaga kerak? Nima lavash yema, gazli yema deydi. Men bilaman u narsani shundoq ham deyishadi. Xo'p, mayli, lavash yema, gazli yema deydi, lekin nima yeyishni sizlar qayerdan bilasizlar? Insulinni pasaytirish